Barchaga salom. Bugungi darsimiz o'tkir bronxit, bronxlarni shilliq qavatning o'tkir yallig'lanishi bo'lib, aksariyat hollarda infeksiyalar natijasida kelib chiqadi. Nafas olish kasalliklari ichida o'tkir bronxit 30-40% ni tashkil qiladi. Aholi orasida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Aksariyat hollarda o'tkir bronxit faslning sovuq kunlarida, ya'ni bahor va kuzda rivojlanadi. O'tkir bronxitning kelib chiqish sabablari asosan infeksiyalar, viruslar, stafilokokk, streptokokk, pnevmoniyalar natijasida kelib chiqadi. Keyingisi tamaki. Tamaki tutuni va uning tarkibidagi moddalar ta'sirida bronxlar shilliq qavatni zararlaydi va natijada infeksiyalar tushadi va yallig'lanish keltirib chiqaradi. Keyingisi allergik omillar, ya'ni o'simliklar changlari va organik changlar natijasida kelib chiqadi. Va yana o'tkir bronxitning kelib chiqishida turli xil yuqumli kasalliklar, ya'ni qizamiq, ko'k yo'tal, ich terlamalarning asoratlari sifatida yuzaga kelishi mumkin. Sovuq havo ta'sirida bronxlarning shilliq pardalarida qon va limfa almashinuvi yomonlash sodir bo'ladi va infeksiyalarning ko'payishi va faollashuviga qulay sharoit yaratiladi va natijada yallig'lanishlar kelib chiqadi. O'tkir bronxitning klinik belgilari. O'tkir respirator kasallik belgilari umumiy holsizlik, tumov, bosh og'rig'i, ishtaha pastligi va subfibril isitma hamda tomoq qizarishlar bilan boshlanadi. Keyin unga azob beruvchi quruq yo'tal va 2-3 kundan keyin esa balg'amli yo'tal paydo bo'ladi. Uzoq davom etgan og'riqli yo'taldan so'ng qon aralash balg'am chiqadi hamda og'riqlar paydo bo'ladi. Bu og'riqlar ayrim hollarda bemor nafas olganda kuchayadi. Davolash. Odatda o'tkir bronxitga chalingan bemorlar oilaviy poliklinika sharoitida davolanadilar. Ularga issiq suyuqliklar, ya'ni limonli, malinali, asal choylar ichish tavsiya etiladi hamda antibiotiklar buyuriladi. O'tkir bronxitda antibiotiklardan amoksilin hamda azitromitsindan qo'llaniladi. Balg'am paydo bo'lsa, balg'am ko'chiruvchi dorilar qo'llaniladi. Bularga asetilsistin hamda ambraksol qo'llaniladi. Simptomatik davo sifatida isitma tushiruvchi hamda og'riq qoldiruvchi dorilardan qo'llaniladi hamda ingalyatsiya o'tkaziladi. Profilaktikasi. Bronxitni keltirib chiqaruvchi omillardan saqlanish, ya'ni chekishdan hamda surunkali infeksiya o'choqlaridan saqlanadi hamda grippga qarshi vaksinatsiya o'tkaziladi.